Zapis yondi. Assalomu alaykum. Zapis uchun. Ovozim yaxshimi? Ovozim yaxshi bo'lsa, biz bugun nima haqida ishlashimiz haqida aytib beraman sizga. Tushuntirib beraman. Zo'r bo'lsa yaxshi. Hammamiz daraxtni bilamiz-a? Daraxtni o'zagi bor. Mana bu shoxlari desak, xullas. Ko'rinadimi, yo'qmi? Ko'rsataman. Ko'rinyaptimi? Xullas, mana bu daraxt. Bu shoxlari, mana bu ildizlari. Mana bu joydagi o'rtadagi o'zagi bo'ladi, bilasizmi? Daraxt qursa, o'sha o'zagi quriydi, birinchi keyin daraxt quriydi. Mana shu o'zagi siz bo'lasiz. Anaqa nima qolib ketibdi-da, narigi uyimizda. Mana qizilim bor ekan. Mana bu o'zagi sizsiz. Mana bu yonlari, mana bu tomirlari, mana bu shoxlari sizni ajdodlaringiz, farzandlaringiz, xullaski hammasi mana shu sizdan boshlanadi. Mana bu sizni o'zagingiz. Sizdan boshlanadi bular. Ya'ni siz asosi bo'lsangiz, ular sizni qoni, fe'li, xulqi, atvori va hayotdagi o'rnlarida siz mana shu o'zakni o'zgartirasiz. Mana shu o'zak o'zgarsa, keyin mana bu daraxtni xususiyati o'zgarishni boshlaydi. Daraxt har xil misol uchun bu olma, bu shaftoli, bu yovvoyi alichada, slivada. Bu hammasi mana shu o'zagidan olarkanda. Shu o'zagi o'sha misol uchun mana bu o'zagi gilos bo'lsa, bu yerdan bu daraxtdan gilos bo'lar ekan. Tushuntirib bera olyapmanmi? Daraxtlar bir xil, har xil. Biri uzum qiladi, biri shaftoli qiladi, biri anor qiladi-da. Siz mana buni o'zgartirasiz, o'zingizdan o'zgartirishni boshlaysiz. O'zingizdan boshlaganingizdan keyin karma, denka, ajdodingizdagi, amma xolalaringizdagi barchalarini programmalari siz o'zingizda yechganingizdan keyin ularni hayotida ham o'zgarish paydo bo'lar ekan. Ya'ni bir inson o'zini o'zgartirmaguncha, bir qavm o'zini o'zgartirmaguncha, u qavmda ya'ni o'zgartirmayman deydi, to'g'rimi? Qachonki siz o'sha o'zingizni o'zgartirishni boshlaysiz, shundan keyin sizni atrofingizdagi ajdod darajasida va avlod darajasida o'zgarish bo'lar ekan. Siz shu paytgacha yovvoyi anaqa sliva bo'lgan bo'lsangiz, nordon sliva sizda. Endi siz o'sha o'zingizni o'zgartirib kelasiz, xulq-atvoringizni. Shirin, gayloni bo'lasizda. Demak, boshlaymiz. Ona haqida, o'zimiz haqida. Shu yerda bitta narsani aytib ketay, endi ko'p ham eshitgansiz bu narsani. Turmush o'rtog'ingiz boshqa ayolga ketganda yoki boshqa ayolni sevib qolganda, siz turmush o'rtog'ingizni emas, uni hayotiga kirgan ayoldan ko'proq nafratlanar ekansiz. Bundan 30% nafratlansangiz, mana bu ayoldan, turmush o'rtog'ingiz yoqtirib qolgan ayoldan 100% nafratlanar ekansiz. Ko'ryapsizmi? Ayollarga nisbatan bizda qanaqa kuchli bo'ladi nafratimiz. Yana shu narsa, bu ayollar boru, erkaklarni bilan yuradigan, gaplashadigan-da, ya'ni ularni fohisha, yengiltak, tungi kapalak
shunaqa deb aytiladi. Bu ayollar ham erkaklarni shunaqa sevisharkanda ular. Erkakni shunaqa qabul qilarkan, erkakka shunaqa ochiq bo'larkan. Shuning uchun ular 3, 4 ta, 10 ta, 20 ta, 100 ta erkakni ham hayotida bemalol almashtiraverarkanda. Ular uchun hammasi bir erkak ekan. Qachonki o'sha ayol erkaklarni уже pisand qilmasdan, erkaklarni to'g'atmasdan, erkaklarga past nazar qarashni boshlaganda, bilasiz, o'sha ayollarni kimdir o'ldirib ketadi, kimdir pichoqlab ketadi. Kimdir shunaqa o'ta xunuk holatni yaratib ketadi. Sababi u уже tan olmay qo'ydi. Erkaklarni umuman qabul qilmay qo'ydi. Erkaklarga nisbatan yaxshi emas, уже odam o'rnida ko'rmay qo'ydi. Odam alayhissalomda, ya'ni odam, o'sha odam o'rnida ko'rmay qo'ydi erkakni. Shundan keyin unga xuddi shunaqa tajovuzni, xuddi shunaqa achinarli holatni tortib oladi. Va shunaqangi xunuk oqibatda ular olamdan o'tadi. Va bizni har birimizda erkaklarni tan ololmaslik, erkaklarni qabul qilolmaslik dasturi va erkaklarga nisbatangi sevgini judayam kamligi, bu o'sha bizni erkaklar tomonidan biz qaysidir hayotlarimizda tajovuzlarga uchraganimiz, xo'rliklarga uchraganimiz, bizni nohaq qatl qilishgani yoki bo'lmasam bizdan jinsiy tajovuz orqali foydalanganlari, bu hammasi ya'ni axborot bo'lib qolib ketgan bizda. Balkim qaysidir ajdodlaringiz kanizak bo'lganda, qaysidir ajdodlaringiz yana boshqa narsa bo'lgan, balkim sizda shu narsada erkaklarga nisbatan og'riq bizda qolib ketadi. Biz qachonki o'sha erkaklarni tan olamiz va o'zimizni ayolligimizni tan olamiz. Bu ikkalasi mana bunaqa zanjirda. Siz buni tan olmasdan turib, erkakni tan olmasdan turib, o'zingizni tan olganingiz bilan balans sizni baribir erkakdan pastga tushirib qo'yaveradi. Chunki balansda tan olingan, bu ham tan olingan bo'lib, tekis bo'lishi kerak-da. Siz erkakni tan olib, erkakni xudo darajasiga chiqarib qo'yib, faqat unga itoat qilib, faqat uni so'zi siz uchun bir buyruqdek kelayotgan bo'lsa, siz undan tushib ketasiz. Undan tushib ketganingizdan keyin u siz ustingizga shundoq qilib bosim o'tkazishni boshlaydi. Chunki siz uni o'zingizdan yuqoriga qo'yib olganingiz uchun. Bu o'sha nimaga biz shunaqa pastga tushib ketamiz yoki tepaga tushib ketamiz? Nima uchun biz erkak bilan munosabatni mana bu muvozanatda ushlab tura olmaymiz? Sababi bizda og'riqlarimiz borda, o'zimiz bilmaydigan, kecha aytganimizdek, o'sha onadan o'tgan, ajdodlardan o'tgan, karma hayotlarimizdan o'tgan o'sha og'riqlar bizni erkakdan bitta balansda ushlab turolmasligimiz uchun juda katta rol o'ynaydi ekanda. Juda katta dasturlar, o'sha karmani yaratuvchi dasturlar borda, karmani ushlab turuvchi dasturlar bor. Mana shu dasturlar ishlab turadi. Siz o'sha o'zagingizni o'zgartirish uchun, mana bu o'zakni o'zgartirish uchun, o'zingizni o'zgartirishingiz uchun, mana bu atrofingizdagi avlodlaringizni, amma xola, tog'ada, buvi va o'tganlar va avlodlarni siz o'zgartirish uchun aynan mana shu sizda saqlanib turib, bir-biriga mana shunday bo'lib chambarchas bo'lib bog'lanib ketgan o'sha dasturlarni yechish bilan ishlayapmiz. Kimingizdir anglayapsiz, kimingizdir anglay olmayapsiz, kim uchundir tushunarsiz bo'lyapti, lekin siz his qiling, bu narsa albatta ishlayapti sizda. Sababi biz har birimiz uyg'unlashib olyapmiz, har birimiz bitta to'lqinga ulanib olyapmiz. Har biringizni to'plab turib, bitta energiyaga, ya'ni energiyaga solinib, o'sha energiya orqali axborot yetkazilib borilyapti. Faqat bitta narsa, sizdagi mana bu qabul qiladigan ongingizdan
qanday filtrda o'tayotgani u sizga bog'liq. U sizga bog'liq. Sababi bizni ong ostimizga tushayotgan ong osti bilan ongni o'rtasida ong osti bo'lsa nima ong osti. Shu o'rtada, mana bu o'rtada bir ovcharkaga o'xshagan narsa borda. Mana uni ovcharka deb olsak-da, misol qilib keltiryapman. Qachonki mana bu ong tinchlangandan keyin, aql qisman o'chgandan keyin manovi ochilar ekanda. Agar bu aql ishlab tursa, fikrlab tursa, bu nima deyapti, unaqa deyapti, ha, yo'q, bir narsa, voy, mashina shunaqa ekan, o'sha bir narsalarda ketgan bo'lsa, yopiq turadi. Movi aytdim, chalg'itish orqali baribir sizni ong ostingizga singdirib yuboraman. O'sha chalg'itganda men bu siz ha shunaqa ekanmi deb turganingizda rezki men kim e'tibor berdi? Umuman boshqa narsa haqida gapirib boryapman-da orada. Siz tushunmay qolyapsiz, hozir boshqa narsa deyapti-yu deb turib gapim shunday uzilib boshqa mavzuga rezki kirgizib boryapman. Aynan mana shu paytda, mana shu chalg'ish paytida manovi joy уже ochilib ketadi. Nima dedi deb shunday nimangiz ketib qoladi, xayol ketib qoladi. O'sha paytda o'sha men sizni chalg'itish orqali gapirib o'tib ketgan gapim sizni ong ostingizga tushib ketaveradi. Shuning uchun nima qilmang. Kamida rezultat bo'lmayotganlar uchun bu gap kamida 3 oydan keyin sizni hayotingizda albatta o'zgarish bo'ladi. Sababi o'sha ekilgan urug' ko'karib chiqadi. Bu uchun siz bu kursni boshida yozib qo'ygan o'sha A nuqtangiz bo'lishi kerak. Qachonlardir esingizga tushib ketib o'qiganingizda, bu men bunaqa yozgan edim, hozir menda boshqacha deb turib xulosa qilishingiz uchun. O'sha xulosamiz bizga juda katta vazifani bajaradi. Xulosamiz orqali biz hayotimizni yanada o'zgartirib tashlaymiz. Qachonki bizda o'sha xulosa bo'ladi, biz bu A variant bilan B variantni solishtira olganimizda o'rtadagi bosib o'tgan yo'l nima? Bosib o'tgan yo'l unutilinib ketadi. Esimizdan chiqib ketadi. Ahamiyatsizda bu narsa. Bizga ko'rib turgan narsamiz ahamiyatli. Solishtirishimiz ahamiyatli. Shu sababdan A nuqtani yozmaganlar bo'lsa, hozir holatingizni bitta daftar olasizda, yozib qo'yasiz. 2024-yil mana chislada mana holatim shunaqa deb yozib bir yerga qo'yib qo'yasiz. Qachondir topib olib o'qiganingizda u narsadan kamida asar qolmagan bo'ladi. Demak, hozir boshlaymiz. Kamerani o'chiraman. Har birimiz uyg'unlashib olamiz bir to'lqinga. O'zingizni bo'sh qo'ying. Efir yoqqanimizga yarim soat bo'lmadi-yu, o'g'limni qaytarib olib kelyapti. Yarim soat bo'lmadi-yu, o'g'lim. Eshik oldida turib oldi-da. Ozgina o'ynatib turing, hozir u uxlamaydi-da. Ya andozing. Ko'zlaringizni yumib oling. Sizni chalg'itmaslik uchun kamerani o'chiraman. Demak, biz o'sha dastur osti, dastur usti, ya'ni onadan kelayotgan karma vaziyatlarini o'zgartirishni boshlaymiz. Har biringiz o'zingizni bo'sh holatga qo'yib oling. O'zingizni bo'sh qo'ying. Chuqur nafas oling. Chuqur nafas olib, har nafas olayotganingizda kislorod sizni ichingizga kirayotganda sizda qanaqa o'zgarish bo'layapti? Shuni kuzatishga harakat qiling.
e'tiboringizni ichingizga qarating. Qalbim ochiq, yuragim ochiq. Siz har doim yagona yaratuvchini sevgisini qabul qilayotgan paytingizda shu so'zdan boshlang. Qalbim ochiq, yuragim ochiq. Ilohiy ruhimga ulanganman. Ilohiy ruhingizni his qiling. Boshingizdan yuqorida oppoq nurni his qiling va bu nurga ulanaman deyishingiz bilan bu nur qalbingizdagi yorug'likka ulansin. O'zingizdan xuddi yuqoriga, qalbingizdan yuqori tarafga oppoq nur yuqori olamlarga ulanib ketganini, xuddi portal ochilib siz tomonga yorug' nur tushib kelayotganini his qiling. Xuddi uchar yulduzdek, xuddi osmondan tushayotgan sharsharadek. O'sha oqimda men yagona yaratuvchimni shartsiz sevgi oqimini ichidaman deyishingiz bilan bu narsa sizda sodir bo'ladi va buni yer bilan ulayman deb aytasiz. Har biringiz ayting, qalbingiz ochiq, ruhingizga ulangansiz va yagona yaratuvchini shartsiz sevgi nuri patog'iga ulanaman va yer bilan ulayman. Bu nur sizni qalbingizdan butun tanangiz bo'ylab yer bilan ulanadi. O'zingiz yoqtirgan tabiat qo'ynida his qiling, har birimiz uyg'unlashib olamiz. Har birimiz bir-birimizni his qilamiz. Bitta energiya patog'iga ulanamiz. Har biringizni bir-biringizni xayolan his qiling, xayolan. Bolaligingizda shunaqa qo'llarini ushlashib olib doira shaklida zelina-da, oppa zelina shunaqalar o'ynagan bo'lishingiz mumkin-da. Shunaqa o'yinlar bor. Xuddi shunaqa qilib doira shaklida bir-biringizni qo'lingizni ushlab turib oling. Chuqur nafas olib har biringizni his qiling. Qalbingiz, har biringizni qalbingiz bir-biringizni his qilyapti. Bir-biringizni ruhingizni his qilyapsiz. Chunki biz hozir hammamiz bitta yaratuvchini shartsiz sevgi patog'iga ulandik. Har biringizdan aytishingizni iltimos qilaman. Shu malikaxonni gapirayotgan har bir gapini sevgida qabul qilishga tayyorman. Malikani har bir gapirayotgan gapida yaratuvchi malikaxon orqali menga nima deyapti degan savol bilan, shunaqa dastur bilan, shunaqa e'tibor bilan tinglayman. Quloqlarim ochiq. Qalb ko'zim ochiq. O'zingizni sokinlashib qolayotgandek, xuddi bo'm-bo'sh bo'lib qolgandek his qiling. Xuddiki garangga o'xshab qolgandek. Tushunmayapsiz. Xuddi temirni qattiq urganda o'zidan qanaqa tovushlar chiqadi. Xuddi qulog'ingizda shunaqa tovushni his qiling. Dim deb shunaqa temirda ovoz eshitganmisiz?
Har biringizni qo'llaringiz ishlangan yagona yaratuvchini energiyasini qabul qilaman deb ayting. Yagona yaratuvchi energiyani, cheksiz quvvatga ega bo'lgan energiyani qabul qilishga tayyorman. Chuqur nafas olib his qiling, xuddi tilla rangdek, oltin rangdek oqishroq energiya siz tomonga tushib, har biringizni boshingizdan kirib ketyapti. Chuqur nafas oling, energiyani his qiling. Chuqur nafas olib his qiling energiyani. Har biringizni boshingizdan energiya kirib, butun tanangizga tarqalib, yer bilan ulanib, qo'llaringizdan bir-biringizga energiya oqimi o'tayapti. Energiya almashuvi bo'lyapti. Asta-sekinlik bilan bir-biringizdan qo'llaringizni uzasiz. Ortingizga o'giriling. Ortingizda sizni ona tarafingiz turibdi. Ona ajdodlaringiz turibdi. Har biriga qarang. Ular sizni kutib turibdi. Bizdan olgan barcha axborotlar, barcha ma'lumotlar gendan o'tgan, karmadan o'tgan, yopilmay qolgan savollar, ochiq qolib ketgan savollar, maxfiylikda saqlangan savollar. Yaqinlaringizga qarang, ajdodlaringizga qarang va avlodlaringizga ham qarang. Har biringiz doira shaklida turing. Doira shaklida turing. Sizlardan axborot xuddi shunday o'tadi. Doira shaklida aylanib yuraveradi. Oralaringizga yangi avlodlar qo'shilaveradi. Sizlardagi programma yanada kengroq tarqaladi. Hozir siz juda katta vazifani bajarasiz. Har biringiz o'zingizni, avlodlaringizni, ajdodlaringizni ro'parasida ularni aylana chizig'ini ostida turibsiz. Har biringiz yaxshilab his qiling, yaxshilab tushunib oling. Sizlardan xuddi shunday axborot aylanadi. Gendan genga, DNKdan DNKga, ajdoddan avlodga, karmadan karmaga. Sizlarga avlodlar qo'shilyapti. Siz ham avlodlarga o'tkazgansiz. Va bu avlodlaringiz o'zidan keladigan avlodlarga ham o'tkazadi. Hozir siz bu aylanani faqat ijobiysini qoldirasizda, negativini yakunlaysiz. His qiling, yaxshilab his qiling. Siz bugun juda katta vazifani bajarasiz. Juda katta ishni yakunlaysiz. Siz o'zingizdan tozalaganingizda, siz o'zingizda bu axborotni tozalaganingizda, sizni qo'llaringizni ushlagan avlod taraf o'zidan tozalanib ketadi. Va avlod tomonda, ajdod tomonda ham xuddi shunday.
nafas oling. Juda katta ishga tayyorlanyapsiz. Chuqur ishga tayyorlanayotganingizni his qiling. Hayotingiz mas'uliyatini qo'lingizga oling. Yaratuvchini barcha nomlari bilan. Yaratuvchini barcha nomlari bilan. Yagona yaratuvchini barcha nomlari bilan. Men gendan o'tgan barcha ma'lumotlarni, barcha programmalarni onam orqali qabul qilgan. Erkaklarga bo'lgan nafratlarimni, hayotga bo'lgan nafratimni, hech kim meni tushunmaydi degan iqrorliklarimni, men bu hayotda keragim yo'q degan iqrorliklarimni, o'zini qabul qilolmaslik dasturlari, o'zini tan ololmaslik dasturlari, o'zini barbod qilish dasturlarini yagona yaratuvchim sevgi nurida, yagona yaratuvchimmi cheksiz ilohiy sevgi nurida eritilsin, eritilsin, eritilsin. Butun taningiz bilan his qiling. Sizdagi o'zini qabul qilolmaslik, o'zini tushuna olmaslik, o'zini barbod qilish, o'zini sevgiga noloyiq deb his qilishlar, faqat boshqalardan sevgi kutishlar, o'zidan sevgi bera olmaslik, sevgini qanday qabul qilishni anglolmaslik dasturlaringiz va bu dasturga bog'liq barcha programmalaringiz, barcha e'tiqodlaringiz, barcha xayollaringiz, barcha fikrlaringiz, barcha tuyg'ularingiz avlod darajasida, ajdod darajasida eritilinsin, 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 yer bilan ulansin. Hayotga sevgida qarashni, hayotdan faqat sevgini qabul qila olishni. Ko'zlarim ochiq. Olamdan sevgi ko'rayapman. Har bir insonda sevgini qabul qilyapman. His qiling. Har bir insondan sevgini qabul qilyapman. Har bir inson faqat sevgi haqida gapiryapti. Ovozini ko'tarsa ham, ovozini past qilsa ham, muloyim bo'lsa ham, do'q qilsa ham, men faqat sevgini ko'ryapman. Quloqlarim ochilsin. Faqat sevgi tovushini eshityapman. Baqiriqmi, qiyqiriqmi, zardami, do'qmi, sevgi tovushlarini eshityapman. Har biri sevgida menga gapiryapti. Sevgida baqiryapti, sevgida urushyapti. Faqat sevgini qabul qilyapman. His qiling. Butun taningiz bilan his qiling. Hozir his qiling. Hozir va shu onda his qiling. Ko'zlaringiz faqat sevgini ko'ryapti. Quyoshni chiqishini qanday go'zal. Quyosh ko'tarilayotgan paytda qancha ranglar uyg'unlashadi. Bu sevgi. Qabul qiling. Bu ranglarni ko'rganingizda sevgini his qiling. U asta sekin yuqoriga ko'tarilib, osmonning cho'qqisiga, boshingizni cho'qqisiga keldi. Bu quyosh nimaga taralyapti? O'zidan sevgi taratyapti. His qiling, xuddi quyosh ostida turganingizdek, quyoshni sevgisini qabul qilayotganingizdek, yagona yaratuvchi sizni shu quyoshni ko'ra olishingiz uchun, uni taftini his qila olishingiz uchun va turli xil yumushlaringizni bajara olishingiz uchun mana shu quyoshni siz uchun falakka ko'tarib qo'ymadimi? Qabul qiling. Men sevgini qabul qilaman. Quyosh sevgisini qabul qilaman. Quyoshdan qanaqa iliqlik, qanaqa issiqlik chiqadi. Sevgi mana shunday issiq. Sevgi mana shunday yorug'.
va nurlik bo'ladi. His qiling. Nafas olib his qiling. Hozirda va shu onda sevgini qabul qiling. Yomg'irni eslang. Shitirlashini eslang. Shitir-shitir qilib yog'ayotganini eslang. Tomda yomg'ir tovushi qanaqa ohangda beradi? Yerga tushganda qanaqa tovush chiqadi yomg'irdan? Klyonkani ustiga yomg'ir yoqqanda qanaqa tovush chiqadi? Bu sevgi kuyi emasmi? Bu sevgi taronasi emasmi? Yomg'ir qayerga yoqsa, o'sha joydan o'zgacha ohang chiqadi. O'zgacha tovush chiqadi. Mana shu yomg'ir Allohga salovat aytmaydimi? Allohning nomini ulug'lamaydimi? La ilaha illalloh demaydimi bu yomg'ir? Salolarning saburi la ilaha illalloh. Keling, biz ham aytaylik la ilaha illalloh. Osmon balqib aytadi la ilaha illalloh. Dengiz qalqib aytadi la ilaha illalloh. Keling, biz ham aytaylik la ilaha illalloh. Muhammadin Rasululloh. Siz sevgini ko'rmasdan qarang. Qancha narsaga e'tibor bermagansiz? Qancha narsani his qila olmagansiz? Yomg'ir tovushi qayerga yoqsa qanaqa tovush chiqarishini eshitolmagansiz. Chunki sizni quloqlaringiz g'azabdan yopilgan, nafratdan yopilgan, alamdan yopilgan. Quloqlarim orqali eshitilgan barcha negativ dasturlar, barcha gendan o'tgan, onamdan o'tgan, atrofimdagi insonlardan eshitgan, televizordan ko'rgan, musiqa orqali qayerdan men uchun kelgan bo'lsa bu negativ dasturlar, barchasi yagona yaratuvchim sevgi nurusida eritilinsin, eritilinsin, eritilinsin. To sevgi tovushini his qilmagunimcha, to sevgi ohangini butun vujudim bilan quloqlarim orqali eshitmagunimcha sevgiga to'yintirilinsin. Quloqlarim sevgi tovushini his qilgunicha sevgiga to'yintirilinsin. Bu jarayon sevgiga to'yinmagunicha davom etsin. Burningizga e'tibor qarating. Yoqimli hidni hid qilganingizda qanaqa quvonchni his qilasiz? Gullarni hidlaganmisiz? Ularni hidi qanaqa? Gulni hidini hidlaganingizda qanaqa yashnagan butun tanangiz? Mana shu gulni hidida sevgi yo'qmi? Agar sevgi bo'lmaganda edi, gulni tikanakdan farqi yo'q edi. E'tibori yo'q edi. Hattoki erta bahor yerdan ko'karib chiqqan xashak ham, oddiy xashak, oddiy cho'plar sevgini kuyini kuylab, sevgini hidini atrofga taratmaydimi? Voy bahor, qara hamma yoq ko'karib ketibdi deb siz sevgini his qilmaysizmi? Aynan mana shu ko'katlar sizga sevgini tarovatini, sevgini hidini sizga yuqtirmaydimi?
Siz sevgini hissini his qilolmas dasturlaringiz, bloklaringiz sizda mavjud bo'lganligi uchun siz bu narsadan bir marta qabul qilsangiz, keyin qabul qilolmay qolasiz. Yana o'sha dasturlaringiz uyg'onib ketadi. Og'riqlaringiz uyg'onib ketadi. Alamlaringiz uyg'onib ketadi. Va siz atrofdan sevgi hidini his qilolmay qolasiz. Sevgi tarovatini his qilolmay qolasiz. Burningiz orqali yoqimli hidni umuman ahamiyati yo'q bo'lib qoladi. Chunki sizda butun og'riqlar tanangizni egallab, qatlam bo'lib ketgan bo'ladi. Mana shu uchun ham siz nafas olayotganingizni ham bilmaysiz. Nafas olayotganingizni umuman bilmaysiz. Aqlda yurasiz. Uni hal qilaman. Bu bundoq dedi. Endi men unga borib ko'rsatib qo'yaman. Voy, nimaga menga bunaqa qilardi? Nimaga? Aqlda yurasiz. Yagona yaratuvchi, mehribon Allohim, mening burnim orqali sevgi hidini hidlashim uchun to'siq bo'lib turgan barcha programmalar gen darajasida, DNK darajasida, RNK darajasida, butun hujayra darajasida, karma darajasida yakunlansin. Yagona yaratuvchim sevgi nurida, shartsiz sevgi nurida barcha dasturlar gendan o'tgan, ajdodlarimdan kelayotgan, o'zimni karmachik hayotlarimdan kelayotgan barcha programmalar, barcha dasturlar, dastur osti, dastur usti, barchalari va shu bloklarga javob beradigan barcha mendagi holatlar, vaziyatlar, tuyg'ular, nazarlar, anglashlar, xulosalar barchasi yagona yaratuvchim sevgi nurida to'yintirilsin, yer bilan ulansin, teleportatsiya qilinsin. Atrofdan sevgini hidlashim ochib berilinsin. Chuqur hidgang. Uyingizda qanaqa hidlar bor? Shuni hidgang. Kirsin burningizga. Siz sezmayotgan hidlar kirsin. His qilish hammada bor. Hamma his qiladi. Va bu his qilishingiz ham sizni shu programmalaringiz orqali, shu dasturlaringiz, bloklaringiz orqali yopilib qolgan. His qila olmaysiz. Buni intuitsiya deb ataysizmi, uchinchi ko'z deb ataysizmi? Umuman farqi yo'q. Bu hislar hammada bor. His qila olasiz. Va buni to'silib qolishiga sabab, siz his qila olmaydigan darajagacha yetib qolishingizga sabab, sizda hal qilinishi kerak bo'lgan savollaringiz ochiq, kallangiz to'la gum, shum, shovqin. Chunki bu his qilish ichki sokinlikka erishgan insonda ochiq bo'ladi. His qilib o'tiraverasiz hamma narsani. Va bu yopilishi ham sizdagi dasturlaringiz faol ishlayotganiga bog'liq. Siz shuncha paytdan beri erkaklarga yozdingiz, onaga yozdingiz. Endi bugundan keyin, ya'ni bugungi vazifa
siz o'zingizdagi hozir va shu onda, shu paytlarda nima xayollar bor sizni kallangizda? Qanaqa savollar aylanib yuribdi? Nima o'ylar yuribdi? Qanaqa orzular, qanaqa niyatlar, qanaqa ushalmay qolgan narsalaringiz, yetisholmay qolgan narsalaringizga nisbatangi barchasini yozib chiqasiz. Va biz keyingi darsda bu his qila olish, ya'ni o'sha intuitsiyamiz bo'yicha ishlaymiz. Buni ham bizni karmamizga taalluqli, ya'ni karmadan ozod bo'lishingizga bu ham sizga juda katta yordam beradi. Chunki his qila olish bu ilohiy tomonidan berilgan va buni bizga bu tuyg'uni bizgacha yetib kelish uchun juda katta ishlar olib borilingan, juda katta dasturlar chiqarilingan. Bu tuyg'uni yopilishi bo'yicha. Bu ham o'sha karma bilan bog'liq. Biz qanchalik omi, qanchalik sodda, qanchalik go'l bo'lishimiz kimlargadir kerak bo'lgan. Aniq seza olish. Biz hozir aniq ko'ra olish, aniq eshita olish hislatlarimizga urg'uni berdik. Aynan nima bo'yicha? Ochish bo'yicha. Hozir yopishga nimaman? Keyin sizga vazifa beraman-da va shu vazifani bajarish orqali keyingi dasturimizda Xudo xohlasa 1,5 soatdan oshiq ishlaymiz. Balkim 2 soat ishlarmiz. Bugun ertaroq yakunlashga majburman. Xudo xohlasa keyingi safar o'sha oldingi vaqtda boshlaymiz. Savollaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Ularga albatta javob beraman. Hozir sizga vazifa sizda boshingizda aylanib yurgan barcha shovqinli gaplarni, fikr, o'y, xayollar yechilmay qolgan barchasini yozib orqa varag'iga sevgiga to'yintirilsin deb turib yozasiz. Shunchaki sevgiga to'yintiraman. Barchasini sevgiga to'yintiraman deb yozib turib, yoqib yuboraverasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.